Hammaga salom qizlar, bugun bizlarni bir yarim kunlik vlogimiz. Ertalabdan turdimdayin maktabga yo'l oldim. Bunday yonimga qarasam, opamning bolasi ham shu yerda ekan. Bo'pti jiyan dedimdayin sumkamni olib survordim. Bu yerga kelsam, uyda ahvoli, voy. Kiyimimni almashtirmasdan uy yig'ishtirishga o'tib ketdim. Hamma joyda yig'ishtirib oldim. Bu yerlarni ayiqchamam jonimga tegib ketding, devordi. Oxiri bu ayiqcha ham gapiraveradi. Xo'p, ana bo'lmasam. Bu yerlarni top-toza qildim-dayin kiyimimni almashtirib oldim. Oho, havo ham ancha isib ketdi. Keyin bu yerlarni taxlashga o'tib ketdim. Bu yerlarni oldimda hammasini joyiga qo'yib qo'ydim. Keyin esa bu yerga qarasam, har doim bittasi qolib ketarkanda deb, u yerlarni ham yig'ishtirib qo'ydim. Qo'shiqlarni eshitib, u yerda joyini almashtirib qo'ydim. Guldi joyini. Dedim, Parvina keldi dedim-dayin, sumkamni ochib, hamma narsamni yoyib qo'ydim. Kelsam, baribir telefondan tikilib qolib ketdi. Keyin qo'shiq eshitdik, anchagina. Hash-pash deganda 2:30 bo'lib qopti. Qo'shiq desmi, endi kommentga yozib ketaman agar qiziq bo'lsa agar. Biz ham kichkinagina qalamcha olganmiz. O'chirg'ichni qaranglar. O'chirg'ichga necha baho berasizlar? Parvina bilan kichkinagina qalamchalarni olib chizishga o'tib ketdik. Qiziqjonlar, Parvinaning ketish vaqti bo'lib qolgani uchun videoni tugataman. Xayr.